Opa, sizni hozir farzandingiz больницада, ha? Ular sizni nima maqsadga uyga olib borgan deysiz? Sizni farzandingiz misol uchun ona bo'lganda. Ikkinchi kelin. Siz ikkinchi kelin, ha, u kishini. Sizni farzandingizni ular qaraganmi yoki olib qo'ymoqchi bo'lganmi? Olib qo'ymoqchi. Ha, sizni tug'dirib, balani olib qo'yib, keyin sizni haydab yubormoqchi bo'lganda. Hozir Tuqays aka bolangizga o'zingiz qaradingizmi keyin? Yo'q. Olib qo'ydan bolangizni. Hozir qaytarib olyapsizmi? Sizni o'zingiz og'ilga bolangizni olib qo'yganda. Buni o'ldirib yubormoqchi, bolasini olib qo'yish bo'lgan maqsad. Maqsad buni o'ldirib, bachchasini olib qo'ymoqchi. Buni qarang ayolni. Urgan ayolga uribdi, qaynonasi uribdi, o'ylay. Voy, bu oyoqlarigacha. Kim aytadi, uni 75 ga kirgan kampirdi. 75 ga kirgan ekan o'sha kampir. 75 ga kirar ekan. Shu holatga ya. 75 Bu ga kirgan. farzandini qayerga dunyoga keltirgan? Endi. Oshxonaga deb aytgan-ku, ana nimaga ko'rib qolib, uni tashlagan ekan menga. Keyin buni o'ziga ishlatsam, shuni deydi. Hozirda bolasi больницада. Qazyoradi. Kechasi zahar degan. Ovqat ham bermagan sizga. Nimaga oldinroq mana misol qo'ni-qo'shni bir kimlar borida chiqib aytmaysizmi? Telefoningiz bo'lmaganda sizga, qo'lingizga. Kalitga turganda. Kalitga turib uydan chiqarmaganda sizni shunaqa qilib saqlab kelgan. Yashirib. Hech kim ana u tergovga bordim men. Ha. Tergovchi aytib, buni olib borgan taksichi bilan tergov qildi. Taksichi aytibdi, buni hech kimga o'bi debdi-da shekilli. Taksichi aytibdi, nima bo'lsa uchastkoga aytaringiz, yo'q, aytmang debdi. Yashirmoqchi bo'lishgan, bu ishlarni yashirmoqchi bo'lgan. Tergovchi aytdi. Tez orada sog'ayib, farzandingizni o'zingiz bag'ringizga olib, o'zingiz katta qilib, nasib bo'lsa u sizni nima deydi, kelajakda sizni boquvchi farzand bo'ladi, temul o'g'il bola ekan. Ham sizni himoya qiladi, ham sizni boqadi. Bugun bu voqeani eshitib o'zim juda ham ta'sirlandim. Nasib bo'lsa sizga mana yaqinda uy-joy bersa, bolalaringiz bilan birga o'zingiz uyingizda yashaysizlar.